الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد qiyomat ahvollaridan biz kofirlarning qiyomatdagi nidosini haqida aytib o'tgan edik. Ya vaylana man ba'athana min marqadina degan oyat haqida. Bizni sho'rimiz qurisin, bizni uyqumizdan kim uyg'otdi deydi kofirlar. Kim uyg'otdi uyqumizdan deyishligi birinchi surga dam urilgan bilan ikkinchi dam urilish o'rtasida 40 yil muddat bo'ladi. Mana shu 40 yil muddatida kofirlardan qabrdagi azob ko'tariladi. Ularga bir go'yo uyqu tashlanadi. Ular go'yo uyquni ta'mini totgandek bo'ladi. Qabrdan hamma turayotgan paytida ular go'yo bir uyqudan uyg'ongandek bo'lib, ya vaylana man ba'athana min marqadina deb bizni uyqumizdan kim uyg'otdi? Bizni sho'rimiz qurisin deb chiqishligi haqida kelib to'xtagan edik. Shunda hada ma va'ada ar-rahman va sadaqal mursalun, mana bu Rahman taolo, Alloh taolo va'da qilgan va payg'ambarlar rost aytgan narsadir deb farishtalar yoki mu'minlar kofirlarga nido qilardi. Ya'ni bunda mufassirlar ixtirof qilishgan, ba'zilari farishtalar aytadi desalar, ba'zilari mu'minlar deydilar. Va yana ba'zi bir qavullar bor, ba'zi tafsirchilarning gaplarida innal kuffar humul qoilun. Farishtalar ham emas, mu'minlar ham emas, balki bu gaplarni kofirlar aytadi. Hada ma va'adar rahman dedi. Mana bu Alloh va'da qilgan narsadir deb kofirlar o'zlari bir-biriga tanbih beradi. Vazalka annahum lamma bu'isu qala ba'duhum li ba'din ya waylana man ba'athana min marqadina. Bular qayta tirilgan paytida biri-biriga qarab aytadilarda, bizni sho'rimiz qurisin, bizni uyqudan kim uyg'otdi degan paytida saddaqur rusula lamma ayanu ma akhbaruhum bihi thumma qalu hada ma wa'ada ar-rahmanu va sadaqal mursalun. Ular payg'ambarlar xabar bergan narsalarni ko'zlari bilan ko'rgan paytlarida aytadilarki, bir-biriga keyin javoban biri-biriga bizni kim uyg'otdi degan paytida aniq bilishgach, ular javob qaytaradilarda bir-biriga, bu Alloh va'da qilgan narsadir va payg'ambarlar rost gapirgan narsadir deydi. Fakadzabna bihi aqarru hina lam yanfa'uhum al-iqrar, thumma yu'maru bi hashr jami'i ila al-mawqif lil-hisab. Ular biz payg'ambarlarni yolg'onchi degan edik deydilar. Ular iqror bo'lishadilar. Iqror ularga foyda bermaydigan paytda iqror bo'lishadi. Bir kun keladi, hammasiga iqror qilishlik foyda bermaydi. Keyin hammasi hisob-kitob qilishlik uchun Allohning huzuriga jamlanishlikga buyuriladi. Mavqif, ya'ni Allohning huzurida turishlik, hashr hamma odamlarni bir joyga jamlashlik. Ikrima rahmatullohi alayhi aytadilar, katta mufassir ulamolardan bu kishi. Innal ladina yagriquna fil bahri taqtasimu luhumahum al-hitanu fala yabqa minhu shay'un illa al-'izam fatulqiha al-amwaju ila as-sahil fatankusu hina thumma tasiru ha'ilatan nakhira. Dengizga g'arq bo'lib ketgan kishilar, ularning go'shtlarini kit, baliqlar taqsimlab, parchalab yeb ketganlar, keyin ulardan faqat suyaklari qoladi. Suyaklarni to'lqinlar sohilga chiqarib tashlaydi. Bir qancha vaqt turadi bu suyaklar, eski chirib, so'nib ketadi. Thumma tamaru bihal iblu fata'kuluha thumma tasiru al-iblu fata'buru. Keyin tuya o'tadida, tuyalar yeb o'tib ketadi. Tuya yerda bor narsalarni terib yeydi, cho'lda. Keyin tuya sayr qilib o'tib, tuya ta'buru, ya'ni axlat chiqarib tashlaydi. Thumma yaji'u qawmun fayanziruna fayakhuduna zalkal ba'ra fayuqidunahu. Keyin bir qavm keladilarda, tuyalarni tezaklarini olishadilarda, uni o't qilib yoqishadilar. Thumma tahmudu tilkan nar fayaji'u rihu fayuqi zalkal ramadi 'ala al-ard. Keyin tezak so'nadi, o't bo'lib yonadi-da so'nadi. Shamol keladi, bu narsalarni ramod, bu kulni, so'ngan kulni yerga sepib, yerga tashlab, sochib tashlaydi shamol. Fayda ja'at nafkhatu, surga dam urilishlik vaqti kelsa, faydahum qiyamun yanzurun, kutilmaganda barchalari
Allohning hukmini kutgan holatda hammasi Allohning huzurida turadilar. Yakhruju ulayka va ahlul quburi sawa'an. Bular ham, qabr ahllari ham barobar hammasi chiqadi Allohning huzuriga. Xoh baliqlar yeb ketib, suyaklari chirib ketib, undan o'sgan o'simliklardan hayvonlar yeb, qanchalik sochilib ketmasin, barisini Alloh taolo qabrdan qanday chiqargan bo'lsa, ularni ham xuddi shunday jamlab oladi. Inkanat illa sayhatan wahida deganda Yasin surasining 51-oyatida bitta qichqiriqgina bo'ladi. Ay nafhatun wahida faydahum jami'ul ladayna muhdarun. Bitta qichqiriq bo'lgan paytida hammasi bizning huzurimizda hozir va nozil bo'ladi dedi Alloh taolo. Qala ulamauna rahimahumulloh فالنفخ في الصور إنما هو سبب لخروج أهل القبور وغيرهم. Surga dam urilishlik u qabr ahllari va ulardan boshqalarini chiqarishlikka sababdir. Xoh qabrda ko'milgan bo'lsin, xoh hayvonlar yeb ketib, hayvonlarning qornida yo'q bo'lib ketgan bo'lsin, xoh dengizda cho'kib ketgan bo'lsin, maqsad hammasini qayta tiriltirishlikdir. Fayu'idullohu rufata min abdanil amwat. Alloh taolo chirigan suyaklarni o'liklarning badanlaridan hammasini qaytarib oladi Alloh taolo. Fayajma'u ma tafarraqa minha fil bihar va butun as-sibai va ghayriha. Dengizlarda va hayvonlarning qornlarida parchalanib ketgan narsalarni va undan boshqalarni hammasini Alloh taolo jamlaydi. Hatto yasira ka hay'atihal ula, hattoki odamlar o'zlarining avvalgi holati singari bo'ladi. ثم يجعل فيها الأرواح فتقوم الناس كلهم أحياء حتى السقطة. Keyin Alloh taolo hamma ruhlarni jamlaydi, odamlarning barchalari tirilgan holatda, tirik holatda o'rinlardan turadilar. Hatto as-siq, onaning qornidan tushib qolgan bola, hatto tug'ilish yoshiga yetmasdan tushib qolgan bola ham qayta tiriladi. Fa inna nabiyya sallallohu alayhi vasallam qol: "Inna as-siqta la yazallu muhbantian ala babil jannah." Siqt, ya'ni tushib qolgan bola, hali tug'ilish yoshiga yetmasdan tushib o'lgan bola jannat eshigi oldida sekin kutib turgan holatda kirmasdan turadi. Va yuqolahu udkhulul jannah. Unga jannatga kirgin deb aytiladi. Fayaqul, bu aytadi, bu tushib qolgan bola aytadiki, la hatta yadkhula abawayhi. Yo'q deydi, hatto ota-onam kirmaguncha kirmayman deydi. Ota-onasini jannat eshigi oldida kutib turadi. Va hada siqtu huvallazi tamma xalquhu. Siqt, ya'ni tushib qolgan bola bu, tug'ilib qolgan, chala tug'ilgan bola degani u xilqatlari to'la bo'lgan bo'lsa. Va nufixa fihi ruh, va unga ruh puflangan bo'lsa, ruh kirgan bo'lsa. 4 oyda, ya'ni ona qornidagi bola 4 oyda unga ruh beriladi va unga jon beriladi. Ya'ni 4 oy va undan keyin onaning qornida bo'lgan bola tushib o'lgan bo'lsa, ular ham qiyomatda qayta tiriladi. Alloh taolo marhamat qiladiki, Takvir surasining 8-oyatida, astagfirullah, va idal mau'udatu su'ilat. Ko'milgan bolalar so'raladi degan oyatda fadalla ala anna al-mau'uda tuhshar va tus'al. Dalolat qildiki, ko'milgan bola u jamlanadi qiyomatda Allohning huzurida va so'raladi. Nima uchun ko'milgansan deb. Va min qabriha takhruju va tub'asu. Qabrdan chiqadi va qabrdan jamlanadi hammasi. Va amma man lam yunfakh fihi ar-ruhu fa huwa wasa'ir al-amwati sawa'un. Ammo jon kirgizilmagan bo'lsa, yosh bolaga jon kirmasdan turib bola tushib qolgan bo'lsa, 4 oyga yetmasdan turib, u va boshqa o'liklar hammasi barobardir. Ya'ni boshqa o'liklardan maqsad odamlardan boshqa o'liklar. Qala al-Hakim Abu al-Husayn ibn Hasan al-Halimi rahimahulloh fi kitobi Minhajudillah. Bu gapni Hokim Abu al-Husayn ibn Hasan al-Halimi degan kishi o'zining Minhajuddin degan kitobida bayon qildi. Va bil haqiqati inma khurujul xalqi bi da'vatil haqqi qala Alloh taala. Haqiqatda xalqlarning chiqishligi Allohning chaqirig'i bilan bo'ladi. Alloh taolo xalqlarni chaqiradi. Alloh taolo Isro surasining 52-oyatida marhamat qildi. Astagfirullah, yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdi. Bir kunda Alloh ularni chaqiradi, sizlarni chaqiradi. Hammalaring Allohga hamd aytishlik bilan ijobat qilasizlar chaqirigiga. Hammalaring qayta tirilasizlar. Fataqumuna fataqulu subhanakallohumma va bihamdik. O'rnlaringdan turasizlar va aytasizlar subhanakallohumma va bihamdik deb aytasizlar.
Allohni poklayman va Allohga hamd aytish bilan Allohni poklayman. Qalu fayamal qiyamati yawmun yubda'u bil hamdi va yuxtamu bihi. Aytildiki, ulamolar aytdilar, qiyomat kunida hamd bilan boshlanadi va hamd bilan xotima yasaladi. Hisob kitob boshlanayotgan vaqtida hamd bilan boshlanadi. Hisob kitoblar tugab, do'zax ahli do'zaxga, jannat ahli jannatga kirishligi ham hamd bilan tuganiladi. Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi degani u boshlanishligidir. Boshlanishlikda Alloh taolo sizlarni chaqiradi bir kunda, sizlar Allohga hamd aytishlik bilan Allohga ijobat qilasizlar dedi Alloh taolo. Birinchi chaqirish hamd bilan boshlanadi va keyingi oyatda Astagfirullah va qudiya baynahum bil haqqi va qila alhamdulillahi robbil alamin Zumar surasining 75-oyatida odamlarning o'rtasida haq bilan hukm qilinadi va aytiladiki, olamlarning Robbisi bo'lgan Allohga hamd sanolar bo'lsin deyiladi. Demak, ish tugatilganda ham hamd bilan tugatiladi. Ibn Moja aytadilar, qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, qala haddathana Imad ibn al-Awwam, an Hajjaj ibn Atiyya, an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala. Sanadni rivoyat qilib aytadilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, inna sahibay sur bi aydihima ay fi aydihima qarnani yulahizani nazara mata yu'maran. Surning ikki egasi o'z qo'llarida ikkita shoxni ushlab turadilar. Nazarni mulohaza qilib qarab turadi, qachon surga dam urilishiga buyurilar ekanmiz deb. Bu rivoyatning bu hadisning sanadi zaif hadislardan, ya'ni ikkita kishi bor, ikkita farishta bor deyishligi, lekin boshqa sahih va hasan hadislarda bitta Isrofil alayhisalom bo'ladi. Tirmizi an Abdullah ibn Amr ibn al-Asdan rivoyat qiladilar. Qala jaa arabiyyun ila an-nabiy sallallohu alayhi vasallam faqal masur qala qarnun yunfakhu fihi. Amr ibn As, Abdullah ibn Amr ibn Asdan rivoyat qilganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bir arabiy kishi keldi, aytdi, "Sur nima?" deganda, unga dam uriladigan shoxdir dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Bizni tasavvurimizga kelishlik uchun biz o'ylamaylikki, qanaqadir shox xuddi molni shoxidek deb. Shu bir shox singariki bizni tasavvurimizda hosil bo'lishligi uchun. Bu hadisni hasan hadislardan dedilar. Abu Sa'id al-Khudri roziyallohu anhu aytadilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Kayfa an'amu wa sahibu suri qad iltaqama al-qarna wastama'a al-izna hatta yu'maru bin-nafkh. Men qanday qilib ne'matlanay, qanday qilib rohatlanib ne'mat ovqatlarni yey, dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Vaholanki surning egasi, ya'ni Isrofil alayhisalom shoxni surni og'ziga soldi va izinga quloq tutdi. Qachon surga dam urishlikka buyurlar ekanman deb izinga quloq tutib turibdi. Shunchalik qisqa vaqt turibdi. Fakanna zalika saqul ala ashabi Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam faqala lahum qulu hasbunallohu va ni'mal vakil. Go'yo bu narsa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ham sahobalariga og'ir keldi. Sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan narsalarni to'g'riligicha qabul qilardi. Biz singari bu bir quloqdan kirib ikkinchi quloqdan chiqib ketadigan, qancha va'z nasihatlar qilsa ham ta'sir qilmaydiganlar emasdi ular. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir gapni aytsalar, agar shu gap qattiq gap bo'lsa, sahobalarga birdan og'ir kelardi. Qanday qilib men ne'matlanaman? Sur egasi Isrofil alayhisalom surni ushlab turibdi, izinni kutib turibdi. Shunchalik qisqa vaqt, ya'ni qiyomat. Deganlarda sahobalarga og'ir keldi bu gap. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, hasbunallohu va ni'mal vakil deb aytinglar dedilar. Alloh bizga kifoya qiluvchi zotdir va qanday ham yaxshi vakil zotdir deb aytinglar. Sahobalar mana shunday qabul qilishardi. Hattoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, agar sizlar men bilgan narsani bilganlaringda edi, oz kulardinglar, ko'p yig'lardinglar deganlarida sahobalar dod deb faryod solishdilar. Hattoki ingrashib, boshlarini ro'mollar va etaklari bilan o'rab olishdilar. Biz bu narsani necha marta eshitamiz, parvoyimizga ham bilmaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tirgan vaqtlarida mana shu gapni aytdilar. Agar sizlar men bilgan narsani bilganlaringda edi, kam kulardinglar, ko'p yig'lardinglar dedilar. Sahobalar aytisharlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga bir nasihat va'z qildilar. Bunchalik va'z qilmagan edilar, shunchalik qattiq va'z qildilar, deydilarda mana shu hadisni aytadilar.
Qisqagina hadis. Dod solishgan sahobalar. Bizni qalblarimiz qorayib ketdi deymizmi? Amaldan uzoq deymizmi? Yoki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ergashishligimiz juda ham zaif deymizmi? Qanday bo'lmasinki, bizga gaplar ta'sir qilmaydigan bo'lib qolgan. Mana payg'ambarimiz alayhisalom hozir ham qanday qilib ne'matlanadiganlarida sahobalar og'ir olishdilar. Hasbunallohu va ni'mal vakil dinglardilar payg'ambarimiz alayhisalom. Hasan hadislardan. وروي عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, sahih isnod bilan. Bu hadis sahih hadis. Yuqoridagi aytgan hadis ham sahih hadislardan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Ma atraqa sohibu suri munzu wukila bihi musta'iddan bi hiza'il arshi makhafata an yu'mara bis sayha qabla an yartadda tarfu. Kana aynayhi kawkabani durriyani. Abu Hasan as-Saxir o'zining Favoid kitobida chiqargan sahih isnod bilan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Sur egasi, ya'ni Isrofil alayhisalom boshini pasaytirmadi surga vakil qilingandan beri. Ya'ni yuqoriga qarab Allohning izni kutib turib, yerga qaragan yo'q. Musta'iddan bi hizoil arsh. Arshning ro'barusida tayyor bo'lgan holatda turibdi. Mahofatan yu'mar bis sayha. Qichqiriq bilan buyurilishidan qo'rqib turibdiki, qoblan yattada tarfu, ko'zi burilsa agar osmonga qarab turgan, Allohga qarab turgan joyda ko'zi burilishdan oldin qichqirishlikka buyurilib qolishdan qo'rqib turibdi. Shunchalik e'tibor bilan turibdiki, agar nazarimni tortsam, shu vaqtda buyurilib qolsam, buyruqdan kechikib qolmaydi deb qo'rqib turibdi. Surni cholishga tayyor bo'lib. Go'yo uning ikki ko'zi yarqirab turgan yulduz singari bo'lib turibdi. Ya'ni e'tiborning qattiqligidan. Isnodi sahih hadislardan. Va Xaraj ibn Mubarak va Muammar ibn Ismoil va Ali ibn Ma'bad an ibn Mas'udin hadisan zakara fihi. Ibn Mubarak, Muammar ibn Ismoil, Ali ibn Ma'bad, ibn Mas'ud raziyallohu anhu chiqardilar. Mana bu uchala muhaddislar. Unda hadisni zikr qilib aytdilarda, "Summa yaqumu malaku suri bayna as-samai wal ardi fayanfukhu fihi." Keyin dedilar, surning farishtasi, ya'ni Isrofil alayhisalom osmon va yer o'rtasida turibdi, surga dam uradigan holatda. Bas dam uradi keyin. Ya'ni hadisni zikr qilib, surga dam uradi va sur qarnun fala yabqa lillahi xalqun fis samawati wal ardi illa mat. Illa ma sha'a robbuk. Sur degani bir shoxki dedilar. Alloh uchun osmonlar va yerda biron bir xalq qolmaydi. Surga dam urilganda hammasi o'lib ketadi. Faqat Alloh xohlagan kishilargina qoladi. ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون فليس من بني آدم خلق إلا وفي الأرض شيء منه. Keyin ikkita dam urish o'rtasida, ikki marta sur chalinish o'rtasida Alloh xohlagancha, Alloh bo'lmoqligini xohlagancha bo'ladi. Odam farzandidan hech narsa qolmaydi, faqat yerda bir arzimagan narsasi qoladi. Muammar ibn Ismoil, ya'ni 3 kishi rivoyat qilgan edi. Shunda Muammar ibn Ismoil ziyoda qildida, Sufyondan, ya'ni Sufyon as-Savriydan ajmuz zanab, o yerda qolib ketgan odamdan bir asorati u ajmuz zanab, ya'ni odamni umurtqa pog'onasidagi dumg'uzak qolib ketadi. Fayursillohu ma'an min tahti al-arshi maniyan kamani rijali fatambutu jusmanuhum va luhmanuhum kama tunbitu al-ardu min as-sarat. Alloh taolo arshning ostidan suvni jo'natadi, insonlarning manisi singari bir mani bo'lgan suvni jo'natadi. Ularning gavdalari va go'shtlari o'sib chiqadi, xuddi yer tuproqdan o'stirgani kabi. Keyin Abdulloh qiroat qillarda astagfirullah, vallohu allazi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin maytin fa ahyana bihi al-ardha ba'da mawtiha kazalika an-nushur. Fatir surasining 9-oyatida Alloh shamolni jo'natadigan zotdir. Bulutlarni qo'zg'atadi. Biz uni o'lgan shaharga haydab kelamiz bulutni. U bulut sababli yerni o'lganidan keyin tiriltiramiz. Mana shunday tirilishlidir. Qiyomatda insonlarning tirilishligi ham xuddi mana shunday deydi. Summa yaqumu malaku suri bayna as-samai wal ardi fayanfukhu fihi fatantaliqu kullu nafsin ila jasadiha. Keyin osmon va yer o'rtasida turib, sur farishtasi surga dam uradi, har bir jon o'z jasadiga keladi. Hatta tadkhula fihi thumma yaqumuna fayujibuna ijabata rajulin wahidin qiyaman li robbil alamin. Hattoki ular ruh jasadga kiradi, ular odamlar o'rnlaridan turadilar, xuddi
bir kishining ijobatidik hamma Allohning, ya'ni olamlarning Robbisi bo'lgan Allohga turgan holatda ijobat qilishadilar. Bir kishi ijobat qilgandek hamma odam bir vaqtda o'zi ijobat qiladi. Ibn Muborak va muomala aytadilar: "Summa yaqumuna fayahyawna tahiyatan wahida." Hammasi turadilarda bir kishining tahiyasidek salom berishligi salom beradi dedilar. Tahiyya deganda ikkita ma'nosini tushundilar arablar, ikkita ma'no bor dedilar. Biri rukba tizzasiga ikki qo'lni qo'yadi-da, u tikka turgan vaqtida ikki tizzaga ikki qo'lni qo'yib egiladi. Mana buni tahiyya dedi ba'zilar. Ikkinchi bir toifasi sajda qilib yiqilgan vaqti u tahiyya bo'ladi. Ya'ni Alloh taologa sajda qilib yiqiladilar, mana bu tahiyya bo'ladi dedilar. Avvalgi urflarda arablarda podsholarga yoki ulug' kishilarga salom bermoqchi bo'lsa, odamlar yerga sajda qilib oldiga oyog'ini ostiga tahiyya salomini berishgan. Ba'zi arablar aytdilar, tahiyya mana shunday bo'ladi, qiyomatda hamma turgan paytida Allohga sajda qilib tahiyya salomini beradi dedilar. Ba'zilari egiladi dedilar. Ruku qilgandek bo'ladi dedilar. Waruya an Ali ibn Ma'bad. Ali ibn Ma'baddan rivoyat qilinadi, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan ham qala haddathana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va nahnu fi toifati min ashabihi. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga hadis aytib berdilar. Biz o'z ashablaridan bir toifa ichida edik. Dedilarda hadisni uzunligicha aytib keldilar. Lillahi wahidul qahhar hadisigacha, ya'ni yer butun mulk kimniki bo'ladi deganda hamma jim qoladi. Alloh taolo o'zi ijobat qiladi. Yolg'iz qahhor, g'olib bo'lgan zot Alloh uchundir dedi. Yawma tubaddalul ardu gharal ardi was samawat. Yerni almashtiriladi bir kunda. Yerdan boshqa va osmonni ham almashtirib qo'yiladi. Bu yer bo'lmaydi, bu osmon bo'lmaydi. Fayabsutuha bastan summa yumidduha maddal adimil uqazi. Uni bir keng qilib yoyib qo'yadi, xuddi terichi odam terisini keng qilib yozib qo'ygandek, cho'zib qo'ygandek yozib cho'zadi. La tara fiha iwajan wala amta. Yerda na bir qiyshiqlikni, na bir balandlikni ko'rasiz. Tep-tekis bo'lib qoladi. Summa yajrullohu xalqa zajatan wahidatan faydahum fi hadhihi al-ard al-mubaddala fi misl ma kanu fihi min al-ula. Alloh keyin xalqni bir zajr qilib haydaydi. Ular mana shu almashtirilgan yerda, hammasi almashtirilgan yerga o'tib qolishadilar. Xuddi avvalgida bo'lgandek, avvalgi yerda bo'lgandek ikkinchi yerga ham o'tadi. Man kana fi batniha kana fi batniha va man kana ala zahriha kana ala zahriha. Kim yerni ostida bo'lgan bo'lsa, yerni ikkinchi yerga o'tganda ham ostida bo'ladi. Yerni ustidagilari yerni ustida bo'lib o'tadi. Summa yunzillohu alaykum ma'an min tahti al-arshi yuqallahu ma'ul hayat. Keyin Alloh taolo sizlarga arshning ostidan yomg'ir, suv jo'natadi, u hayot suvi deb ataladi. Fatamturu as-sama'u alaykum 40 sana hatta yakuna al-ma'u min fawqikum 12 zira'an. Osmon sizlarga 40 yil yomg'ir yog'adi, hatto suv sizlarning ustlaringdan 12 gaz bo'lib turib qoladi. Yerning ustida 12 gaz bo'lib turadi. Summa ya'murullohu lil-ajsad fatambutu kanabati tarasis va kanabati al-baql. Keyin Alloh taolo jasadlarga buyuradi, jasadlar xuddi achchiq o'simlik nabot kabi o'sib chiqadi yoki ko'katlar kabi o'sib chiqadi yerdan. Hatto takammulat ajzatuhum, hatto odamlarning jasadlari to'liq o'sib, to'liq jasad shaklda bo'lgan paytida fakanat kama kanat yaqululloh taala, Alloh taolo keyin avvalgi bo'lib jasadlar o'sgan paytida Alloh taolo aytadi: liyahya hamatul arshi fayahyuna. Arshni ko'tarib turuvchi farishtalar tirilsin dedi Alloh taolo. Ular tiriladi. Keyin Jabroil alayhisalom va Mikoil va Isrofil tirilsin dedi. Fayamurullohu Isrofil fayakhudhu sur. Alloh taolo Isrofil alayhisalomga buyuradi, surni oladi. Keyin Alloh taolo ruhlarni chaqiradi, hammasi surga keladi. Va tatahajjaju arwahul muslimin nuran wal ukhra muzlima. Musulmonlarning ruhlari nur bo'lib yaltirab turadi va ikkinchi boshqalari esa mu'minlardan boshqalar zulmatli bo'ladi, kofir va munofiqlar. Fayakhudhuhullohu fayulqiha fi sur. Alloh taolo hamma ruhlarni oladi, surni ichiga tashlaydi. Keyin Isrofil alayhisalomga qayta tirilish damini urgin dedi. Isrofil alayhisalom qayta tirilish damini uradi, choladi surni. Hamma ruhlar xuddi asalari singari
surdan chiqadi. Qad mal'at ma bayna as-samai wal ard, osmon va yerning o'rtasini to'ldirib ruhlar chiqib keladi. Alloh taolo aytadiki: "Va izzati va jalali liyarja kullu ruhin ila jasadi." Meni izzatimga va jalolatimga qasam, har bir ruh o'zining jasadiga qaytsin deydi. Ruhlar hammasi yerga kelishadilar, jasadlariga kelishadilar. Tuma tadkhulu fil khayashim, keyin ruhlar odamlarning burunlaridan kirib boradi. Va tamshi fil ajsad, jasadlarda yuradi. Mashya summi fil ladih, xuddi chaqilgan kishini jasadiga zahar qanday tarqalib boradigan bo'lsa, xuddi shunday jasadning hamma joyiga tarqalib boradi. Keyin yer yoriladi sizlardan. Men birinchi bo'lib yerdan yorilib chiqayotgan kishilarning avvaliman dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Keyin sizlar undan yosh bo'lib chiqasizlar, hammalaring 33 yoshda bo'lasizlar. Va tillaring, lug'atlaring siryoniy tilda bo'ladi, ya'ni arab tilida bo'ladi hammasi. Hammalaring Allohga shoshilib chiqasizlar dedilarda, sallallohu muhtiina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun asr. Allohga shoshilgan holatda chiqadi chaqiruvchiga. Kofirlar mana bu eng og'ir kundir dedilar. Zalika yawmul xuruj, mana bu chiqishlik kunidir qiyomatda. Va hasharlahum falam nughadir minhum ahadan. Biz hammasini jamlaymiz dedi Alloh taolo. Biron kishini undan tark qilmaymiz. Esidan chiqib qolib ketmaydi hech kim. Qancha odam bo'lsa hammasi yig'iladi. Ular uratan g'ulfan g'urlan, hammasi yalang'och holatda, xatna qilinmagan holatda, oyoq yalong holatda tiriladilar. Miqdori 70 aman, 70 yil qolib ketadi. Alloh taolo sizlarga qaramaydi va sizlarning o'rtalaringda hukm qilmaydi. Xaloyiqlar yig'laydi, hattoki ko'z yoshlari uzilib qoladi, keyin qon yig'laydi va ulardan ter oqqan terlariga jag'larini tagigacha, to jag'ini tagigacha o'zidan oqqan ter to'planib ko'payib ketadi. Va ularni terlari xuddi otni jigallagandek jigallab qo'yadi. Hammasi dod faryod solishadilar. Aytadilar, bizni shafoat qilayotgan Robbimizga kim bor dedi. Hadisni uzuncha aytib keldilar. Va sayati hadisu shafaati fi sahih Muslim va g'ayrihi. Bu hadis yana inshaalloh Sahih Muslimda va undan boshqasida inshaalloh hal yana aytib o'tiladi. Bu hadisning sanadiga tukullumafi, ya'ni ba'zi kishilar ta'na yetkazgan hadislardan bu. Inshaalloh keyingi hadislarda esa hadis yana sahih va hasan hadislardan keladi. Biz mana shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Inshaalloh keyingi hadisimizni Xantali Abul Qosimdan chiqargan hadisdan davom etamiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.